Agar o'lsam yuzim tushidarmi? Allohim yonida turishga iltimos kelmay tur qiyomat. Hop, hurmatli o'quvchilar, mana shu bugun necha Sanjar berdi, ko'pchilik yaxshi ko'rib, ko'pchilik duo qilgan. Nasib etdi. Mana bugun Sanjar berganimiz sog'lomdan ko'zimiz o'ylab jannatda bo'lsin. Ko'pchilikda qalblar jo'yganini ko'ramiz. Hamma yaxshi ko'rardi. Mashmolanda mana o'sha o'limlar bo'ldi, dada olamdan ko'z yumdi. Undan keyin singillari mana bugun Sanjarbek akamiz chindan ketgan oramizda yo'q. Mana kecha Sanjarbek yelchamiz bilan chindan ketdi. Kecha qo'yib keldik, kecha shomda. Juda ko'pchilik hamdardlik bildirdi, hammalarga rahmat. Mana Pataga keldik. Bunaqa bo'lish darajaga bo'lish uchun bunaqa inson juda vahshiy bo'lish kerak. Bitta odamni o'ylang, bitta odamni pichoqdan tush uchun odamni bu didasi o'tdan katta narsa ko'rib olgan bo'lish uchun bitta odamni yushira olmaysiz betiga qarab. Teng bo'lib bola nogiron bo'lsa, endi rizq shartgacha ekan endi shu. Endi nima maqsad bo'lganini men tushunmadim. Faqat boylik bo'lmasa boshqa bo'lmaydi. En avvalcha biz ishlab olmaymiz. Hamma narsa ekspertizalar to'liq tugagandan keyin bir natija chiqadi. Alloh sabr bersin.